Ailesi bek namrat bo'lg'achqa, u 35 yoshga kirganda ondan eri o'lib ketgan bir ayol bilan to'y qildi. Bir yildan keyin ayoli bir o'g'il tug'di. O'g'il noiti chechan, aqlli cho'ng bo'ldi. U kechikib topgan bu o'g'lining kichikkina tog'liq rayonda bir umr jafo tortib o'tishini xohlamadi. Shunga jon tikib ishlab, o'g'lini oliy maktabda o'qitdi. Endi hikoyani o'g'lidan anglayli. U o'g'il oliy maktabni bitkizgandan keyin noyalik moliya idorasiga xizmatga tushdi. Uning temir tabaqqa erishganligidan dadasi olamcha xush bo'ldi. U xizmatga tushib yarim yildan keyin noyalik savdo sanoatni ma'muriy boshqarish idorasida ishlaydigan bir qiz bilan muhabbatlashdi. Qizmo yezliq bo'lib, maktab bitirib kelib noyada qolgan edi. Bir yildan keyin ikkalan to'y qildi. Bir qitim uning dadasi ularninkiga keldi. Uyda kelin qizi bor edi. Kelin qiynatisining ishi bo'lmasa bu yerga kelmaydiganligini biladi. Chunki to'ydan keyin Noiyaga kelishimi mushu tunji qitim edi. Dada, sizning bu uyga tunji kelishingiz, cho'qim bir ishingiz bor. Qiynadanga, o'g'lingiz bilan ikkimiz cho'qim hal qilib beramiz. Obdan kelin qizim, obdan turibsizlar, avval shu silni bir yo'qlab. So'rab qoldingiz qizim. Bo'ldi, bu gapni aytmay daveray. Mushu teriqchilik mazgili kep qalay degan uyda pul qolmabdi ekan. Shunga bu yordamchi yollaydiganga, bu uruq o'g'it setib oldiganga pul qolmay shu. Yigit ishdan kelib edi, ayoli uni yotoq uyga tortib kirdi. Hay, dadingiz yordamchi yollaydigan uruq o'g'it setib oldiganga pul deb kepti. Qancha bersak bo'ladi? Qani siz deb beqingmi? 50 koy yeta. Kam qolgan yer bo'lsa, dadingiz o'z yana hal qilib ketalaydi-ku. Atsi ayoli bir necha oddiy qo'rma tayyorlab, qiynatisini kutib olgan bo'ldi. Tamoq yeb bo'lgandan keyin ayoli yanchuqidan 50 puldan birini chiqarib dedi. Dada, teriqchilikqa bu pul yetib qolar ha? Biz mu oyliqimizni u oydan bu oyga oralli yetkazib ketyapmiz. Dada pulni elib, hech nima demayla ketib qoldi. Necha kundan keyin yigitning qiynonasi keldi. Ayoli bozorga chiqib, beliq, go'sht, tuxum ilib kelib, esil tamoq tayyorlab, onasini kutib oldi. U ishdan kelib edi, ayoli uni yotoq uyga tortib kirdi. Hay, anam pul lozim deb kepti. Qancha bersak bo'ladi? Hech bo'lmasa 500 koy bermasak bo'lmaydi jumu. 50 bilan 500 degan son uning kallasiga o'rnab ketdi. Keyin uning ayoli qo'saq ko'tirib 8 oy bo'lganda yezdagi onasining uyiga mandi. Mangar chaqda u ayoliga topildi. Agar bola o'g'il bo'lsa, kimga beribsang beribat. Menga xabarmi qilma. Qiz bo'lsa xabar qil. Men jinimni tikib boqaman, dedi-da ayolning qayturgan javoblarini anglamadi. Ham bu gapida qattiq turdi. Bir kuni uning qiynonasi uningga telefon urib, uning qiz tuqqanligini aytdi. U idoradan ruxsat so'rab, 16 to'qu, 300 dona tuxum va bir qism quvvat yemekliklarini elib yo'lga chiqdi. U qiynonasining uyiga kirib, narsalarni qo'yibla ayoli yotgan uyga kirib, birinchi bo'lib balani qo'liga elib, yo'gakni yechib qaradi-yu, ochiqdan yerilgidek bo'ldi. Bala o'g'il edi. Sizlar nima qilib meni aldaysizlar? Ha? Men bu o'g'il bolani boqmayman. Kim boqsa boqsin. Nega boqsang apa? U akelgan narsalarni ko'tarib sirtqa mangdi. Bu chaqda qiynonasi uning keynidan yugurib kelib, uning oldini to'sdi. O'g'lim, boshqalar bola o'g'il bo'lsa, xushalliqdan qilg'ili qiliq topolmay qoladi ekan. Buning sababini deb bermay, bu hoylidan chiqib ketaman deyman. Apa,
Dadam meni o'qitaman deb tatmagan jafosi qilmagan. Meni oliy maktabga opirma deb nurg'un qarzga bo'g'ilib ketdi. Men xizmatga chiqib ularga tuzugrak mehribonlik ko'rsatmadim. Oldin qitim bechora dadam kelibdi uyga. Uyda uruq oladiganga, o'g'it oladiganga, yordamchi yollaydiganga pul qolmabdi deb kelibdi. Ya 50 koy berdik, 50 koy canım apa, 50 koy. Siz gelsiniz 500 koy beryapti. Ya ben sizga 500 koy berganga bir nima demayman. Ya ben bir o'g'al bola qo'yman. Dadam menga ishib kelgan bir o'g'al bola deb qo'yman apa. O'g'al bola baqqanda nima foydasi? Ha? Nima foydasi? Men bir lat ekanman. Men bu o'g'al bola baqsam meni o'g'lim meni ash kun qo'ydi apa. Men shu o'g'al bola baqmayman. U bo'lgan ishlarning hammasini dedi. Qaynonasi bu gaplarni anglab ko'zlariga yosh oldi. Oğlum, hamma ayıp mende. Kızımni yaxshi tarbiyalamabdiman. Maktabda yaxshi o'qisili bo'ldi deb axloq, odamiylik, oila axloqi, mehribonlik jihatlaridagi tarbiyaga sal qarabdiman. Qaynona qizi yotgan uyga kirib, qiziga to'ladi. Senmi uydan chiq. Sendek qiynonsiga vafo yetkazmagan. Senda qizni menmi bakmayman. Ana, hiç bo'lmasa 40 to'shqichi bo'lsa-mu turib olay. Sizga va'da beray. Bundan keyin cho'qim ularga vafodorligimni yetkazaman. Qiz yolvurib yig'ladi. Bir maydon va'da berishlardan keyin u qoyil bo'lgan holda uyga qaytib kirdi. Ko'zing kulsa, ko'ngil kulmay, hayot boshqa, yashash boshqa. Nima demaydi har kimlar, alam kalmigicha boshqa. Hayotda har nafas nima